Bugun sizlar bilan yo'tal haqida gaplashamiz. Yo'tal bu organizmning himoya funksiyasi hisoblanadi. U qo'rqinchli emas, lekin agar yo'tal balg'amli bo'lsa, uzoq davom etsa yoki xurujli bo'lsa, uni albatta davolash kerak. Lekin kalta yo'tal yo bir ikki marotaba kunda yo'talish bu normal holat hisoblanadi. Ya'ni tishliq qavatlardan chiqayotgan balg'amning tabiiy yo'l bilan tashqariga chiqarilishi uchun kerakli himoya funksiyasi hisoblanadi. Endi bizdagi xalqimizni qiynaydigan asosiy muammolardan bittasi bu allergik yo'tallar hamda bolalar orasida tez yo'tal bilan og'ruvchi bolalarni bo'lishi hisoblanadi. Bir yilda 6 martagacha yo'tal bilan og'rigan bola bu sog'lom bola hisoblanadi. Ya'ni bu normal holat. Bundan oshsa u tez og'ruvchi bola sifatida dispanser nazoratga olinib, qaytalanmasligi uchun uchastka vrachi nazoratda turishi tavsiya etiladi. Bu albatta bizning fikrimiz. Shunaqangi allergik yo'tallar borki, quruq yo'tal sifatida yoki nam yo'tal sifatida ko'rinishi hamda mavsumiy tarzda takrorlanib turishi mumkin. Buni davolash esa shamollashdagi yo'taldan mutlaqo farq qiladi. Ya'ni agar bolada isitma ko'rinmasa, isitma chiqmasa yoki baland isitma ko'rinmasa, bu allergik yo'tal hisoblanadi hamda o'ziga xos tekshiruvlardan o'tkaziladi. Agar yo'tal isitma bilan, entikish bilan hamda og'riq bilan kechadigan bo'lsa, bu shamollash hisobiga yo'tal, yog'lanish jarayoni hisobiga kelayotgan yo'tal hisoblanadi hamda uni chuqurroq tekshiruv hamda ko'proq antibakterial davo bilan davolash. Agar 2 yoki 3 martadan ko'p qaytalansa, bu yo'talni qo'zg'atuvchisini aniqlash tavsiya etiladi. Agar sizni farzandingizni yoki yaqinlaringizni doimiy qaytalanuvchi yo'tal qiynayotgan bo'lsa, marhamat qilib bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta yordam beramiz.